Assalomu alaykum go'zal vatandoshlarim. Jasminni ta'kid qilayotgan ta'kidchi opa singillarimizga murojaatim. Bugun kunlardan Jasmina so'rgida tuhmat bilan ayblanyapti. Tez zamonda yonimizda bo'ladi. Bir xillarda videolari bilan обращенияларga ahamiyat bermaymiz. Tez kunda yonimizda bo'ladi. Advokatlar bugun hamma ochiqlamalarni qiladi. Iltimos qilaman, noto'g'ri ma'lumotlarga e'tibor bermanglar. Yangiliklar bo'lgan taqdirda biz Instagramga qo'yib yuboramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir 100% уверенman, Ahad точно chiqib ichidan to'qiyapti, qasam ichyapti, aldayapti deydi. Lekin 4 ta odam почти tayyor заявление yozishgan. O'zi biz hozir to'plab hammani bitta gruppa ochib, обязательно buni to'plab men hozir obращение yozib chiqaman. Nimaga qarab turishimiz kerak?